Oyijon, mayli oyimlarnikiga borib kelsam, o'g'lingizlardan ruxsat so'ragandim. Endi ruxsat so'raysiz keyini bo'lib. O'g'lim kim bo'libdi ruxsat beradigan? Bu uyda faqat men ruxsat beraman. Hech qayerga bormaysiz. Oldinga borib keldingiz-ku, bo'ldi. Oyingizni ko'rgani keyingi oygami, yo undan keyingi oygami ruxsat berganimda borasiz. Vaki o'g'lim. Juda ajoyib kitobdi shu hadis va hayot. Shayximiz rahmatli qarab bizga shuncha qo'lyozma meros qoldirganlar. Shayx Hazrat rahimahullohni hurmat qilasizmi? Ularning gaplari sizga ta'sir qiladimi? Albatta. Hazratga bir savol berilgan ekan. Assalomu alaykum Hazrat. Har safar ayolim mendan uyga borib kelish uchun ruxsat so'rasa, men onamni ruxsat berish yoki bermasligidan qo'rqaman. Qo'rqishim boisi men ruxsat berganimda onam ruxsat bermaydi. O'rtada men esa beburt bo'lib qolyapman. Men ayolimga 2 haftada bir marta yoki 1 oyda bir marta bo'lsa ham uyga borib kelishiga ruxsat beraman. Onam ham mening qarorimni tasdiqlashi uchun nima qilishim kerak deb savol berilganida, rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh har haftada ruxsat berishingiz kerak. Ayollar haqqi bor. Bu ishga onani daxli yo'q. Onalar ham o'z hurmatlarini bilishlari kerak. Ularning hurmatlari katta bo'lsa ham Allohning buyurganidan ustun emaslar. Ularga hurmatini dinimiz bergan. Onalar o'zlariga hurmat bergan shariatni behurmat qilmasinlar deb javob bergan ekanlar. Oyi, bilasiz, ayol kishini ham diniy, ham dunyoviy o'z huquqlari bor. Jamiyatimizda ham ayol kishining huquqlariga juda ham katta e'tibor qaratilyapti hozir. Uni poymol qilishga na sizning haqqingiz bor va na meni haqqim bor.